Ayollar borasida Allohdan qo'rqinglar. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillahi. Chunki siz ularni Allohning himoyasi bilan oldingiz. Imom Muslimning rivoyatida. Allohni himoyasi bilan oldingiz. Nikoh o'qiyotganingizda uning haqlarini bo'yningizga olib unga uylandingiz. O'sha haqlarni kim joriy qilgan edi? Alloh taolo edi. Demak, undan uyog'iga ham Allohdan qo'rqing xotinlar borasida. Xotinga zulm qilmang, xotinni kamsitmang, ayb sanamang, uni yerga urmang, tahqir qilmang. Chunki u hech bo'lmaganda xotiningiz hech bo'lmaganda shuni unutmang. Xotiningiz juda uddaburon emasdir, juda go'zal emasdir, ovqatni yaxshi pishira olmas, ko'nglingizni yaxshi ola olmas, hech narsasi yo'q deylik. Hech bo'lmaganda u farzandlaringizning onasi bo'ladi. U ham bo'lmagan taqdirda ham, tug'magan bo'lgan taqdirda ham nikohning o'zi, nikoh ahdining o'zi u ayolni eri tomonidan hurmat qilinish haqqiga ega qiladi. Ana bu haqni Alloh taolo joriy qilgan. Xotinlarga zulm qilayotganlar Alloh bilan gaplashishadi. Ya'ni hisob kitobi Alloh bilan bo'ladi degan ma'noda aytyapti.